Yuragingizda tosh yoki tuz bormi? Buni dori bilan tushirmoqchimisiz? Men sizga hozir bu tosh yoki tuzni sababi va uni tushirishning yo'llarini o'rgataman. Yuragimizda tosh yoki tuz bo'lishining sababi asosan palapartish, ovqatlanish, noto'g'ri ovqatlanish, suv-tuz balansini buzadigan darajada ovqatlanish, ya'ni gazli ichimliklar, fast foodlar, chipslarni ko'p iste'mol qilish, tuzli ovqatlarni ko'p iste'mol qilish hamda kam suv ichishdan kelib chiqadi. Buni dori bilan tushirmoqchi bo'lsangiz agar, buni ham zarari bor. Sababi har qanday dori jigarda filtrdan o'tadi va jigarni zararlaydi. Shunday ekan, men sizlarga hozir jigardagi toshni tushirishni, yo'q qilishni mutlaqo bezarar, ammo samarali usulni, ikkita usulni o'rgataman. Birinchi usul, bizga 3 ta 4 ta xurmo kerak bo'ladi. Xurmoni bo'laklarga bo'lamiz hamda 10 daqiqa qaynatamiz. So'ngra uni sovutib, mevasini ham yesak bo'ladi, suvini ham ichsak bo'ladi. Buni necha mahal ichish yoki qancha ichishni mutlaqo ahamiyati yo'q, chunki bu bezarar. Endi ikkinchi usul turp. Turp juda ham arzon turadi va foydali. Hamma biladi buni. Kun ora ovqatlaringizga turp qo'shib iste'mol qilasiz va inshaalloh buyrakdagi toshlardan qutulasiz.